Tak, hammaga assalomu alaykum. Доброе утро. Vaqtimiz borida videoga olib qo'ydim. Shkunday Nexia 3 oddiy yo'lda sidenlar yechib yuvilgan, gilam yechib yuvilgan, patalolar kamerada yaxshi ko'rinmaydi baribir. Patalo idealni chiqarilgan заводской qilib. Bitta aybi gilamda mana shu yoqda narsa to'kilgan ekan. O'shani ancha vaqt olib qo'ydi hidini chiqarib olishga. O'zdan kelgancha tozaladik. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqadamiz. Всем удачи. Sog' bo'linglar. Tak. Charchamanglar.